Birinchi sizlarga hurmatli vatandosh. 2-ayning 2022-yil 6-ayning 20-kuni vatandoshim. Endiki leksiya mana deyli mavzu. Xi Jinping bilan Vladimir Putin bir-biriga yal berishdi. Tahlil. Le Qingning tuvangi tushirilishi yoki amal darajasining tushirilishi va oldimizda biz ko'radigan o'yinlar nimalar? Mavzular xabar 6-ayning 20-kuni Jo'ng'o nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Rossiya Ukraina urushi bo'layotgan bir paytda, davomlashayotgan bir paytda Xi Jinping bilan prezident Vladimir Putin 6-ayning 15-kuni telefon suhbati o'tkazdi. Ikki taraf bir-birini qo'llashga va'da berdi. Bu ish keng doiralik diqqat qo'zg'adi, keng doiralik qiyos parazlarni qo'zg'adi. Mutaxassislar tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Xi Jinping Amerika Jo'ng'oga tikilib qoldi. Shunga Vladimir Putin mag'lub bo'lmasin deb ansiraydi. Shuning bilan billa Jo'ng'o Kompartiyasining Rossiyaparast amaldori Le Qingning amalining dardisining tuvangi tushirilganligi Jo'ng'o Kompartiyasining ichki qismida Rossiya masalasi bo'yicha keskin kurash bo'layotganligini, Rossiya Jo'ng'o munosabatining taraqqiyotida yana qanday o'yinlarning o'ynaladiganligini gavdlantirib berdi. Yana qanday o'yinlarning o'ttirg'i chiqadiganligini gavdlantirib berdi. Prezident Vladimir Putin bilan Xi Jinping telefonda suhbatlashdi. Jo'ng'o taraf Rossiya bilan birlashib Amerikaga qarshi turdi. Xi Jinping 69 yosh kirgan kun 6-ayning 15-kuni prezident Vladimir Putin bilan yana bir qatim telefonda so'zlashdi. Bu ikki davlat rahbarlarining Rossiya va Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin ikkinchi qatam o'tkazgan telefon suhbati bo'lib hisoblanadi. Bu qatimqi telefon suhbatida Xi Jinping Jo'ng'o tarafning Ukraina masalasida Rossiyaga bergan yuz xatirini, ya'ni tajovuzchilik emas, bu yoki urush emas deb Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirganligini padazlaydigan so'z iboralarni telefon suhbatida rais Xi Jinping saqlab qoldi. Jo'ng'oning Shinxuashi agentligi xabar qilib bunday ko'rsatdi. Rossiya armiyasining Ukrainaning sharqida bombardimon qilishini Shinxuashi Ukraina masalasi, Ukraina krizisi deb tasvirladi. Jo'ng'o taraf, ya'ni Jo'ng'o bilan Rossiya joni-jon manfaat masalasida va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarda o'zaro bir-birini qo'llaydi va strategik siyosatda hamkorlashadi deb ko'rsatdi. Rossiya taraf bo'lsa bunday ko'rsatdi. Ikki davlat Rossiya Jo'ng'o rahbarlari bunday ifoda bildirishdi. Jo'ng'o Rossiya munosabati tarixda misli ko'rilmagan bir saviyada turibdi va mukammallashyapti. Jo'ng'o Kompartiyasi davlat raisi bunday ko'rsatdi. Xi Jinping Rossiya taraf chet el kuchlari paydo qilgan bexatarlik xirislari oldida davlatning negizlik manfaatini qo'g'dash jihatda qo'llangan harakatlari qonunliqdir. Amerika ovozi tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Xi Jinping prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashib, Vladimir Putinni xotirjam qildi. Amerika siyosiy axborot tori bunday hisobladi. Jo'ng'oda Xi Jinping Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan beri Rossiyani eng bevosita vosita bilan qo'lladi. Devamlı anlayışsız vatandaş.